Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Andijon viloyati Oltinko'lga mana avtomatik rostlarni temir stalligini o'rnatib berdik. Darvozamiz eni 375, bo'yiga 265 bo'lgan. Darvozamiz bo'yiga 265 bo'lganligi bilan orqasiga regelga betonga o'rnatib berganmiz. Agar pastroq o'rnatilganimizda mashina kirmasligi mumkin edi. Shuning uchun bizda har qanday muammoga yechim bor. Orqasidan hozir ko'rsatamiz. Svet bo'lmaganda shunaqa holati va katta radio blok o'rnatib berganmiz. Mana orqadan ko'rinish holati ichkaridan garajimiz o'ziga xos uslubda chiqqan. Mana shu ko'rinishi. Mana ish jarayonimiz bitdi. Akamizga pultini topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Sizsiz qullov bo'lsin. Mana pultini topshiryapmiz. Ish jarayonimiz haqida ozgina batafsil ma'lumot bersangiz. Vaqtida aka qo'yishdi muddatda 5-4 kun burun keldi. Rahmat. Demak, boshqalarga, qo'yishlarga tavsiya beraman. Ishlari sifatli.